Oynani ko'ryapsizlarmi? Sekin tushishini. Bu oddiy oyna emas, bronirованный oyna. Ko'ryapsizlarmi qalinligini? Avtomobilimizning eshigi 5 daqiqadan ochuv turib bo'lmas ekan, chunki bir dona eshikning vesi 650 kg ekan. O'ylayapsizlarmi? Avtomobilimizning ballonning shinasi o'q o'tkazmaydigan ballon shina hisoblanadi. 6 litr объемga ega V12 motor bilan jihozlangan 221 rad zavod qilib, vyxlop sistemasini bitta eshitib ko'ramiz. Avtomobilimizning saloni ideal holatda saqlangan ekan, молочный rangda. Bu avtomobilimizning maksimalniy skorosti 260 tezligiga chiqar ekan. Bu avtomobilda yurish uchun o'zi kim bo'lish kerak, nima deb o'ylaysizlar? Kommentariyaga yozib ketinglar. Agarda siz 100 kilometrga bu avtomobil bilan harakatlanadigan bo'lsangiz, 35-40 litr atrofida benzin rasxod qiladi. Bu avtomobilimizning sotuv narxi 200 ming dollar ekan. Bu avtomobilimizni Turon avtosalonida turibdi. Bemalol kelib, ko'rib xarid qilsanglar bo'ladi.